Hammaga salom. Bugun Edit maktabining Reels videosini bo'yalishini ko'rib chiqamiz. Menda hozir tayyor qilingan mana bu video Color Dehancer. Bularni qayerdan topsak bo'ladi? Mana bizda Edit Color degan papka bor. Bu sizlarda уже bo'lishi kerak. Mana kiramiz. Bu yerda mana video. Mana shu videoni o'zimga kerakli qismini kesib olganman. Bu yerda loot. Tak, mana S-Log. S-Log 709 ga qaytarishim uchun kerak va sizlar uchun Other loot, yana boshqa lootlar bor. Bularni o'zingizlar bir ko'rib chiqasizlar, ko'z yugurtirib. Bu yerda bizda ikkita creative colorimiz bor. Hozir bularni bo'yashib ketma-ketligini ko'rib chiqamiz. Umuman olganda bu ketma-ketlik juda ham murakkab emas. Asosiysi o'sha loot tanlashda eng katta ishimiz shu. Bu color bosamiz. Bizda mana Lumetri Color bo'limidan Basic Correction'ga kirib, buni Rec 709 ga qaytarib olishimiz kerak. U uchun biz desktopga kiramiz. Bizda mana Loot, S-Log, 3 ta S-Logimiz bor, Sony'niki va Vision A7 niki bor. Bizda o'sha sizlar ko'rib kelgan Reelsda Vision ishlatilgan. Visionni birinchi etapda berib olamiz. Keyin ozgina kontrastlari bilan o'ynasak, misol uchun buni 0.4 qilamiz. Highlight deylik 20 qilsa, white 25. O'shanda ozgina yaxshiroq ko'rinadi menga. Tak. Yaxshi. Va keyingi etapda bizda boyagi ko'rsatganimdek Creative Colordan foydalanishimiz kerak. Yana ham bizani videomizdan ochib berish uchun Creative Color mana bu yerda ikkita bor. Bu yerda men birinchisini ishlatganman. Ketdi. Buni biz ozgina pasaytirib olamiz. Men adashmasam 55 qilganman. Bu norm, juda ham anaqa emas. Va biz color qisasini tugatdik va bizda yana bitta Dehancer bo'limi bor. Bu Dehancer bu F plugin yoki effekt desak ham bo'ladi. Mana Dehancer tashib olamiz va buni ichki ozgina editlari bor. O'shani qilib chiqamiz. Bizga kerak, hozirgi paytdagi kerak emaslarini o'chirib olaylik. Tak. Print kerak emas. Hozircha o'chirdimmi? Yo'q. Bizga hozir kerak green. Bu mana ozgina noise beradi videoga. Mana ko'rib turganingizdek. Va buni biza shunday qilib qo'ysak, keyin bloom bor. Bu bloom bunaqa yorug' beradigan. Mana maska qilib tekshirib olsanglar ham bo'ladi. Qatga yorug'lik beryapti yoki yo'q. Mana. Tak. Normalniy. Keyin bizda men bu effektam bor, faqat bu bizga hozircha kerak emas. Bu juda ham bizani videomiz bo'rtib turib yoradi. O'shaning uchun paka o'chirib qo'yamiz. Va bo'ldi, mana shu sizlar ko'rib kelgan Reels, mana shu Reels bo'ladi. Bo'yalish etapi. Mana. Bu darslik rang bo'yicha bilgan bilimlarimizni bir qismi bilan siz bilan bo'lishdik. Agar video montajiga qiziqsangiz, Edit maktabida hozir yangi kurslarga qabul ochilgan. Bu videoni ko'rganingizni menejerlarga aytsangiz, 2,5 millionlik kursni bepulga olishingiz mumkin. editmaktabi.uz sayt orqali ro'yxatdan o'ting va sayt havolasini kommentariyalardan ham topishingiz mumkin. Rahmat.